tilning izohli lug'atini ko'pchilik tayyorlagan, lekin Vladimir Dalga yetgan emas. Vladimir Dalning bir gapi bor. Nima degan? Kim qaysi tilda o'ylasa, shu xalqqa mansubdir. So'zlasa demayapti, o'ylasa deyapti. Mening onam nemis, otam daniyalik, men rus tilida o'ylab so'ylayman deb turibdi. Mana ko'rdingizmi? Demak, fikrlash degan tushuncha bor. Mana bunga e'tibor qilishimiz kerak. Biz ko'pincha farzandlarimizni rus maktablariga, ingliz tili maktablariga beramiz. Birinchi sinfda, hatto bog'chadan ham berishadi. Eng katta fojia o'sha joydan boshlanadi. Milliy qadriyat, an'ana, hissiyot, tuyg'u degan tushuncha ana shu tilda shakllansa, uni keyin ajratib bo'lmaydi. Birinchi navbatda u o'zini bilsin, o'z ona tilini bilsin, urfini, odatini bilsin. Ana shunga ko'proq e'tibor qilishimiz kerak. Keyin esa boshqa tillarni bilish kerak. Tilni bilish koni foyda. Volter aytgan buni. Ko'p tilni bilish bir qulfga tushadigan ko'p kalitga ega bo'lish deydi. Chunki bu tilni bilish yaxshi. Ibrat Is'hoqxon To'ra Ibrat 6 ta tilni bilgan. Mana boshqa tillarga muhabbat bo'lsin. Yaxshi, lekin avvalambor o'z ona tilini bilish va unga sadoqat bu vataniy ishdir. Rus